hamma erkakni deylik, qaysidir ma'noda nima uchun pul? Chunki yaxshi ko'rgan odamingizga nimadir olib berasiz. O'sha xotirjam qiladi, ya'ni erkak kishini kuchliroq qiladi, ishonchliroq qiladi, o'ziga duxini oshiradi pul. Boshqa tomondan bo'ladigan bo'lsa, men ko'p vaziyatlarda harakat qilib ko'raman-da. Nimadir masala kelib qolsa hal qilishga. O'zim kuchim bilan hal bo'lishga harakat qilaman-ki, oxiri charchab, bo'ldi deyman. O'zing yechim ber deyman. Xudoyim, men topolmadim yechimini deyman. O'shanda bo'ldi, qalbim xotirjam bo'ladi. Yechimi ko'p bo'lmaydi, 1-2 kundan keyin hal bo'ladi o'sha narsa. Javobingiz meni juda ham xursand qildi, chunki ko'pchilik yoshlar hali bu narsani anglab yetmaganda. Xo'p, Ibrohim, ayollarda nimani kechira olmaysiz? Men yana eski xotiralarga qaytolmanda hozir. O'sha xiyonatni kechira olmayman. Chunki aytganda o'sha nima bo'lganini aytib berdim sizga. Odam, men aytaman-da, o'zi отношениyada agar kimdir bo'lsa, qalbingda kimdir yoqtirishni boshlasang, aytgin menga. Ya'ni ushab turma meni bu bilan. Qalbingda boshqa odam bor, meni ham ushab turishga harakat qilma deb ogohlantirib qo'yaman. O'sha narsani bilganimdan keyin shu darajada soviyman u insonga nisbatan, va qaytib tiklab bo'lmaydi, butun umrli tiklab bo'lmaydigan darajada sovib qolaman. Xo'p, hozirgi kunda ajrimlar, turli xildagi konfliktlar ko'payib ketyapti-da. Ya'ni ayol va erkak bir-birini tushunmasligi bo'yicha menda qiziq savol tug'ildi hozir. Ya'ni ayolingiz sizga videolarni qizlar ishtirokida olmang desa, nima javob berasiz ularga? Men o'zi ko'p olmayman qizlar bilan video. Nega? Har ikkita videoyingiz bittasida qiz bola chiqadi shekilli. Endi senur chiqadi. Ko'p olmayman deganda, ko'proq foiz rostdan ham osti kamgilar bilan bo'ladi-da bu narsa. O'g'il bolalar bo'ladi. Auditoriyam ham katta foiz o'g'il bolalar menda. Endi joyi keladi, qizlar bilan ishlab qolishimiz kerak bo'lib qoladi. Kasbimiz shu baribir. Blogging, reklamalar, boshqa balobatlarlar bo'ladi yoki qaysidir qiz bola muzikant bilan kollaboratsiya qilishim kerak bo'lib qoladi. O'sha momentda meni to'g'ri tushunishini xohlayman ayolim, chunki bu meni ishim. Shu narsa orqali men pul topaman. Juda ham yaxshi. Xo'p, savollarimiz orasida blitz savollar bor. Tez o'qib eshittiramiz. Xo'p, birinchi savolimiz: rost gapirib odamni yo'qotishmi yoki yolg'on bilan ushlab turish? Oldin yolg'on bilan ushlab turish edi, hozir rost gapirib yo'qotish. Shon shuhratmi yoki kamtarin baxtli hayot? Unisi ham, bunisi ham. Shon shuhratiga kamtarin baxtli hayot o'rtasi bo'lgani yaxshi. Har ikkisi. Har ikkisi. Lekin blitz savolimiz shundan iboratki, bittasini tanlashingiz kerak. Chunki bilasizmi, shon shuhratda yurgan odam xotirjam, kamtarin hayotda yasholmaydi-da, chunki hamma qaqqa chiqsa hamma boraveradi. Endi ayoli bilan yoki farzandlari bilan deylik dam olishga chiqsa, dam olish u yoqda qolib ketib, hamma suratga tushib ketadi. Ya'ni har doim nagruzkada bo'ladi-da. Shu uchun mana shu savol tuzilgandi. Men o'zimni variantimni ham boshqacharoq qilib aytib beraman-da endi. Meni hozir men dunyodagi eng zo'r oilada yashayman. Ota-onam eng zo'ri men uchun. Oilam tinch meni. Hamma narsa zo'r menda hozirda. Shon shuhratim ham bor. Menda ham baxtli hayotim bor, shon shuhratim ham bor. Shuning uchun ham hozir men eng zo'ridaman. Shuning uchun o'rtasini aytdim. Juda ham yaxshi. Demak, wow effektiga shon shuhrat emas, hozirgi kamtarin hayotingizdagi o'sha kichkina deylik muvaffaqiyatingiz siz uchun o'sha kerakli baxtni beradi. Juda ham yaxshi. Keyingi savolimiz: 4 million auditoriyami yoki tinch oila? Tinch oila. Oila baribir. Chunki auditoriya 20 million bo'lsa ham baribir oilangiz tinch bo'lmasa qiyin-da. Ta'sir qiladi ishga. Oila baribir. Oila muhim. Sevgimi yoki sadoqat? Sadoqat. Xo'p, Ibrohim, 5 yildan keyin o'zingizni qaysi darajada ko'rasiz? Bunga sal uzunroq javob bersam maylimi? Bu narsalarni ko'p joyda aytmaganman-da va hozir aytishga qaror qildim. Может, kimdir kulishi mumkin bu javoblarimdan. Va bu bilib qo'yinglar, bu men uchun motivatsiya beradi. Kulaveringlar bemalol. Xullas, men 5 yil oldingi Ibrohimga qarayman-da, hozirgi darajamga qarayman. 2x da ishlagan bo'lsam, shu darajaga chiqish uchun 5 yil oldin. 5 yildan keyingi Ibrohim bo'lishim uchun harakatimni ham, niyatimni ham 4x qilishim kerak.
Mani planlarim juda ham katta. Men не только O'zbekiston, даже мировой darajada taniqli bo'lishni xohlayman. Miyamda bitta narsa turadi-da, ancha yoshligimdan shu narsa bor menda. Men bu dunyoga bekorga kelmaganman. Yoshligimdan turadi bu narsa. Men nimadir qilaman bu dunyoda. Keyin o'tib ketaman. Keyin dunyo umrim oxiriga yetsa bo'ladi. Ungacha nimadir qilishim kerakman degan narsa turadi meniyamda. Xullas, planlarim bor. Не только O'zbekiston, даже мировой darajada ashula yozish. Meni g'ashimga keladi bitta narsa. Rossiyada ham, bizda ham qilishgan bu narsani. Chet el tilida ashula yozib ko'rishgan bizani ashulachilarimizda, lekin yemagan. Men bir narsani xohlaymanki, chet elliklarning ashulasini biz eshitamiz-ku, ularning tilini tushunmasak ham joyi kelganda. Chet elliklar bizani ashulani eshitsin, bizani tildagi ashulani eshitsin. Men o'sha darajaga olib chiqa olay, O'zbekistonni degan duh bilan men harakat qilaman. Shu meni 5 yildan keyingi katta planim. Adashmasam, qaysidir qo'shiqlaringiz SNG davlatlariga chiqib ketgan. Qaysidir ashulalarim SNG davlatiga chiqqan. Rossiyada ijod qiladigan reper bilan Ganves degan reper bor. O'shan bilan ham meni ashulam bor. Ya'ni fitimiz bor, birga chiqarganimizda. Unda ham men iymini o'zimizni sof tilda aytganman, rus tilida emas iymini. Чтобы O'zbekiston tanilsin butun dunyoga. Hozir suhbat davomida javobingizda katta maqsadingizni aytib o'tdingiz-da, va menda bitta savol tug'ildi. Siz o'tib ketgandan keyin odamlar sizni bir so'z bilan eslashi kerak bo'lsa, o'sha so'z qanaqa bo'lishini xohlaysiz? Ya'ni Ibrohim bor edi deyishganda qanaqa sifat bilan eslashlarini xohlaysiz? Yaxshilik bilan. Ya'ni qaysi ma'noda yaxshilik bilan? Tabiatdan o'zi sal anaqamanda nimasi bo'ladi. Bu maqtanish emas. Hozir ham aytishdan oldin uyalaman, aytmayman davomman. Yaxshilik qilish yoqadi o'zimga. Deylik kimdir qiynalayotganini ko'rsam, men o'zimda oxirgi anaqalarim qolsa ham, deylik qolgan pulim bo'lsa ham, o'sha odamni o'sha momentda xursand ko'rish meni xursand qiladi-da. Xohlardim odamlar shunaqa yaxshiliklarim orqali eslashini xohlardim men o'tib ketganimdan keyin. Juda ham yaxshi. Xo'p, hozirgi kunda yoshlar orasida Instagram juda ham faollashib ketgan, ya'ni bilsa ham, bilmasa ham duch kelgan videolarni qo'yib, aktivlarni oshirishmoqchi. Hozirgi yoshlarga qarata aka sifatida, tajribali bloger sifatida nima maslahat bergan bo'lardingiz? Odamlarga foydali tegmayaptimi, zararli ham tegmasin deb maslahat bergan bo'lardim. Juda ham yaxshi. Ibrohim, xarakteringiz jihatidan men uchun yangilik bo'ldi bugun, ya'ni siz bilan suhbat davomida. Chunki boya aytganimdagi videolaringizda siz bunaqa xarakterda ko'rinmaysiz. Qachon endi o'zingizni xarakteringiz bilan ommaga o'zingizni qanaqadir videolaringiz bilan chiqmoqchisiz? Masalan, yaqin kunlarda biz ko'rdik, kino oldinglar. Unda sal obrazdan boshqacha obrazda gavdalandingiz-da, ya'ni jiddiy